Aynan mana shu videomni ostida ichib ko'rdim, foydasi bo'lmadi degan odzivni o'qib qoldim. Hozir aynan badlar qachon ta'sir qiladi, nimaga ta'sir qilmaydi shu haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bad o'zi bu biologik aktivная добавка к пищу, ya'ni oziq-ovqatga biologik faol qo'shimcha. Bu dori emas. Aptekalarda sotiladigan dorilar sintetik, aynan sizdagi qaysidir bir muammoli holatni bartaraf qilish uchun ishlab chiqarilgan bo'lsa, bu mahsulotlar faqatgina shu oziq-ovqatdan ola olmayotgan kaloriyamizni o'zida mujassamlashtirilgan tabiiy mahsulot bo'lib hisoblanadi. Ya'ni aptekadan olayotgan dori vositalaringiz bittada ta'sir qiladi. Aynan o'sha sizdagi muammoga, chunki aynan shu uchun ishlab chiqarilgan kimyoviy vositalar aralashmasi oqibatida. Lekin badlar tabiiy mahsulot bo'lganligi sababli badlarning so'rilishi uchun avvalambor inson organizmini oshqozon ichaklarida hech qanaqa muammo bo'lmasligi kerak. Qachonki bizni ichaklarimiz toza bo'lsagina, yeyotgan oziq-ovqatimizdan olayotgan har xil vitamin va minerallarimiz organizmga to'liq singib ketadi. Agarda mana shu ichaklar notoza bo'lsa, nimaiki qilmasangiz ham, organizmga qanaqa sifatli darajada ovqatlansangiz ham, bu baribir organizmni kerakli joyiga yetib bormaydi. Shuning uchun ham har xil kasalliklarga chalinamiz. Demak, badlar ta'sir qilishi uchun birinchidan ichaklar toza bo'lishi kerak. Har xil shlak va toksinlardan tozalangan holatda bo'lishi kerak. Ikkinchidan esa bad iste'mol qilayotgan vaqtda inson organizmida kerakli miqdorda suv yetib borishi kerak. Normal inson kunida 2,5 litrdan suv ichishi kerak. Ya'ni badlar ham shu kerakli joyga ta'sir qilishi uchun ko'proq suv ichilishi kerak. Ana shundan keyingina hammasi ta'sir qiladi.